Uning muzdek barmoqlari iyaklarimga tekkandi. Butun umidlarim chil-chil singan edi. Men ko'zlarimni qattiq yumib, titrayotgan qo'llarim bilan ho'l bo'lib ketgan ko'ylagimning tugmalarini yecha boshladim. Chunki meni shunday dahshatli burchakka taqab qo'yishgandiki, bo'ynimdagi 10 minglab dollar qarzdan qutulishning boshqa ilojini ko'rmayotgandim. Men o'sha kimsasiz tog' uyida, yomg'irning vahimali shovqini ostida, o'zimni shu sovuq va qattiqqo'l millionerga sotishga, bir kechalik o'yinchoq bo'lishga ixtiyoriy ravishda rozi bo'ldim. Ammo u mening yelkamdan ko'ylagimni tushirish o'rniga o'zining qalin paltosini ustimga yopdi-da, qulog'imga shunday so'zlarni shivirladi. Bu so'zlar mening muzlab qolgan qalbimni parchalab yubordi va butun borlig'imni ostin-ustun qildi. Assalomu alaykum. Hayotning eng kutilmagan zarbalari va aqlbovar qilmas romantik burilishlariga qiziqadigan qadrdon hikoyachi Momo kanalining obunachilari. Agar siz bizning qalb sirlariga to'la dunyomizga ilk bor qadam qo'yayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qulayroq o'tirib oling. Chunki bugun men sizga bir ayolning eng ojiz, eng dahshatli chorasizlik nuqtasida qanday qilib tubsizlikdan yorug'likka chiqqani, ifloslik kutgan joyidan qanday qilib muqaddas muhabbat topgani haqida so'zlab beraman. Bu mening qonli iqrorim. Mening ismim Malika. 30 yoshdaman. Samarqandning qadimiy ko'chalarida o'z dardi, o'z azobi bilan yashaydigan ayollardan biriman. Turmush qurganimdan keyin erimning naqadar firibgar va iflos inson ekanini juda kech tushundim. U mening nomimga ota-onamning hovlisini garovga qo'yib katta kredit oldi-yu boshqa bir ayol bilan Rossiyaga qochib ketdi. Men esa ustimda bir tog' qarz va dahshatli tahdidlar bilan yolg'iz qoldim. Bank xodimlari, qarz beruvchilar har kuni ota-onamning eshigini taqillatar. Onamning qon bosimi oshib kasalxonaga tushib qolgandi. Men o'zimni butunlay ishga urdim. Kunasi 15 soatlab ishlar. Kechalari ko'z yoshlarimni yostiqqa yutib chiqardim. Samarqanddagi yirik bir arxitektura va qurilish kompaniyasiga yordamchi bo'lib ishga kirdim. Erkaklarga bo'lgan ishonchim o'lgan. Ularning hammasini qonxo'r va xudbin deb bilardim. Qalbim atrofiga shunday baland tosh devorlar qurib olgan edimki, hech kim ichkariga kira olmasdi. Men uchun endi faqat pul topish va ota-onamning uyini asrab qolish muhim edi. Lekin hayot biz reja tuzayotganimizda ustimizdan kuladigan eng usta o'yinchi ekan. Kompaniyamizga juda katta bir sarmoyador keldi. Uning ismi Farhod edi. 38 yoshlarda. Baland bo'yli. Yuzida biron marta tabassum zohir bo'lmaydigan. O'ta jiddiy va sovuqqon inson edi. U bizning eng katta loyihamizni moliyalashtirardi. Ofisdagi hamma undan o'lgudek qo'rqar. Qizlar esa uning boyligi va kelishgan qaddi-qomatiga mahliyo bo'lishardi. Lekin u hech kimga ortiqcha e'tibor bermas. Faqat ish talab qilardi. Men esa uning yig'ilishlarida qog'ozlarini to'g'rilab beradigan, choy tashib beradigan oddiy yordamchi edim. Ammo ba'zan majlislarda tasodifan to'qnashib ketadigan ko'zlarida, uning menga qadalgan og'ir va sirli nigohlarida qandaydir tushunib bo'lmas olov borligini his qilib qolardim. Lekin o'zimni darrov qo'lga olardim. Qarzga botgan, ajrashgan ayol shunday mukammal erkakning e'tiborini tortishi mumkinligiga aslo ishonmasdim. Kuzning sovuq, jala quyib yog'ayotgan kunlaridan biri edi. Loyiha bitish arafasida Farhod aka meni o'zi bilan shahar tashqarisidagi tog' yonbag'rida qurilayotgan yirik dam olish maskanini ko'zdan kechirish uchun birga borishga majbur qildi. Qorong'u tushib qolgandi. Men charchagan, uyda onam dori ichib meni kutayotganidan xavotirda edim. Lekin boshliqning buyrug'i qonun edi. Tog' yo'llari loyga aylangan. Yomg'ir shiddat bilan yog'ardi. Biz qurilish obyektini ko'rib chiqayotganimizda birdan dahshatli momaqaldiroq gumburladi. Svetlar o'chdi. Eng yomoni, mashinamiz loyga botib qoldi.
Farhod aka qanchalik urinmasin, mashina joyidan jilmadi. Aloqa umuman yo'q. Telefonlar ishlamasdi. Biz tog'ning tepasida, chala bitgan yog'och uylarning birida qamalib qoldik. Tashqarida bo'ron uvillar. Xonaning ichi esa muzdek sovuq edi. Men sovuqdan va qo'rquvdan dildirlab qaltirardim. Kostyumim ho'l bo'lib ketgan. Vujudim muzlab borardi. Farhod aka olov yoqish uchun nimadirlar qidirdi. Topilgan o'tin qoldiqlaridan burchakda gulxan yoqdi. Olovning yorug'i uning jiddiy yuzini yoritar. Xonaga biroz bo'lsa-da issiqlik taralardi. Yaqinroq keling, Malika. Sovuq qotasiz, dedi u o'zining qalin paltosini yechib. Men ikkilanib gulxanga yaqinlashdim. Erim qochib ketganidan beri, ota-onamning uyi musodara qilinishi haqidagi oxirgi xatni olganimdan beri asablarim shunchalar tarang tortilgan ediki, bu sovuq yomg'ir, bu kimsasiz joy mening so'nggi tomchim bo'ldi. Men olovga termulib, o'zimni ushlab turolmadim. Yelkalarim silkinib, ovozsiz ho'ngrab yig'lay boshladim. Barcha alamlarim, ojizligim yosh bo'lib to'kila boshladi. Nima bo'ldi, Malika? Dedi u birdan o'zgarib. Uning ovozida shunday kuchli xavotir bor ediki. Tegmang menga. O'tinaman. Tegmang, deb yig'lardim men. Men charchadim. Hammasidan charchadim. Ota-onam ko'chada qoladi. Ular meni o'sha qarz deb qamaymiz deyishdi. Men nima qilay? Ayting, nima qilay? Deb faryod qildim. U mening oldimga cho'k tushdi. Nimalar deyapsiz o'zi? Qanday qarz? Qanaqa qamalish? Dedi u yuzimga yaqinlashib. Mening ongim loyqalashib ketgandi. Oldimda turgan bu boy, qudratli erkak meni bu yerga ataylab olib kelgan. Mendan foydalanmoqchi deb o'yladim. Aynan shunday erkaklar pul evaziga ayollarni sotib oladi-ku deb o'yladim. Men dahshatli bir qarorga keldim. G'ururimni, nomusimni sotib bo'lsa ham onamning uyini saqlab qolaman degan iflos bir o'y keldi miyamga. Farhod aka, dedim ovozim titrab. Siz bu loyihaga millionlab dollar tikyapsiz. Mening bo'ynimdagi 50 ming dollar qarz siz uchun hech narsa emas. To'g'rimi? U hayron bo'lib menga tikildi. Meni bu yerga nega olib kelganingizni bilaman. Men oson o'ljaman. Ajrashgan, qarzga botgan chorasiz ayolman. Men tayyorman. Agar o'sha qarzni yopsangiz, onamning uyini saqlab qolsangiz, men siznikiman. Shu so'zlarni aytdim-u, ko'zlarimni qattiq yumib, titrayotgan qo'llarim bilan ho'l bo'lib ketgan ko'ylagimning tugmalarini yecha boshladim. Uning nigohi meni kuydirib yuborayotganini his qilardim. Men yig'lardim. O'zining qadrini pullayotgan, tubanlikka qulayotgan fohishadek his qilardim o'zimni. Lekin u meni ushlamadi. Men yuzimga shapat urilishini yoki jirkanch kulishini kutgandim. Ammo uning muzdek barmoqlari iyaklarimga tegdi. U yuzimni asta o'ziga qaratdi. Men ko'zimni ochdim. Uning qop-qora ko'zlarida men kutgan yirtqichlik emas, shahvat emas. Aksincha, juda chuqur, toza va cheksiz bir azob yoshlarga aylanib turardi. U o'zining issiq, qalin paltosini oldida, yechilgan yelkalarimga yopdi. Meni mahkam o'rab, ko'ksiga bosdi. Malika, jinnivoyim mening, dedi u ovozi bo'g'ilib. Siz nimalar deyapsiz? O'zingizni shunchalar arzon baholaysizmi? Siz qandaydir tunda, kimsasiz tog' uyida burchakka qisib o'ynaladigan arzon o'yinchoq emassiz. Men muzlab qoldim. Tushunmadim. Men bu kompaniyaga ataylab keldim. Men sizni ancha oldin, yomg'irda bankning eshigi oldida yig'lab o'tirganingizda ko'rgandim. O'shanda sizning qanday azoblarni bosib o'tayotganingizni, qanday sabr va g'urur bilan oyog'ingizda tik turishga urinayotganingizni surishtirib bildim.
Men sizni o'ynash qilish uchun emas. O'z uyimning bekasi. Halol juftim qilish uchun qidirdim. Qarzlaringizni esa men 3 kun oldin yopib bo'lganman. Uyingiz musodara qilinmaydi. Lekin buni sizga minnat qilish uchun emas. Shunchaki o'sha ma'yus ko'zlaringizda kulgi ko'rish uchun qildim. Shuning uchun pokligingizcha qoling. Bugun siz ojizsiz. Lekin men sizning ojizligingizdan foydalanadigan haromi emasman. O'sha soniyada mening vujudimdagi barcha titroq o'rnini cheksiz hayratga va ta'riflab bo'lmas darajadagi minnatdorchilikka bo'shatib berdi. Bu qanday inson? Bu qanday yurak? U o'z nafsini jilovlab, mening toptalgan g'ururimni, umidimni qaytarib berdi. Men uning oldida cho'k tushib, yig'lab yubordim. Lekin bu safar ojizlikdan emas, baxtdan, chinakamiga qadrlanganimdan yig'lardim. Men uning paltosiga yuzimni bosib, o'zimni shunchalar xavfsiz, shunchalar himoyalangan his qildimki, go'yo butun dunyo bo'ronlari meni boshqa yiqita olmasdi. Bizning yo'limiz shundan so'ng tubdan o'zgardi. Farhod aka so'zida turdi. U ota-onasini ko'ndirdi. Meni ajrashgan va qarzga botgan ayolni emas, balki sabrli va sadoqatli rafiqa sifatida o'z uyi bekaligiga munosib ko'rdi. Biz turmush qurdik va eng ajoyibi shundaki, Xudo bizga sabrimiz, halollikni tanlaganimiz uchun shunday mukofot berdiki, men butun umrga sevgi nimaligini, ishonch nimaligini his qilib yashayapman. Hozir bizning jajji qizchamiz bor. Aziz opa-singillarim, yolg'iz qolgan, hayotning qattiq zarbasidan sinib, o'zini qadrsiz sezayotgan mushtipar ayollar. Sizlarga aytar so'zim bitta. Hech qachon, qanday og'ir vaziyatda bo'lmasin, bir lahzalik zaiflik, qarz yoki qiyinchilik uchun o'zingizni arzon garovga qo'ymang. Kimningdir tunda qilinadigan ermagi bo'lishga rozi bo'lmang. Siz halol va pok yashashda davom eting. O'z qadringizni baland tuting. Zero Xudo sizni chindan qadrlaydigan, sizni pinhona emas, butun dunyoga ko'rsatib faxrlanadigan haqiqiy erkakni albatta yuboradi. O'tkinchi ehtiroslar va dahshatli qarorlar ortidan quvib, hayotingizni sarobga aylantirmang. Sabr qiling. Qorong'u tunning oxirida albatta yorug' tong otishiga ishoning. Agar bugungi qalbimdan to'kilgan iqrorim hayot sinovlarida qiynalayotgan qaysidir qalbga ozgina bo'lsa-da nur olib kirgan bo'lsa, videoga like bosing. Kanalimizga obuna bo'lishni va izohlarda o'z xulosalaringizni yozib qoldirishni unutmang. Hikoyachi Momo har doim siz bilan birga. O'zingizni ehtiyot qiling. Orzularingiz taslim bo'lishiga yo'l qo'ymang. Shirin diydor qadar. Xayr azizlarim.